Assalomu alaykum hurmatli yangi bozor aholisi. Sizlarga hozir bitta bomba yangilik aytaman. Videoni o'tkazib yuborsanglar afsuslanib qolishinglar mumkin. Qo'limda turgan Samsung Galaxy S26 Ultra va Samsung Galaxy S26 Plus bu yangi bozorimizga birinchilardan bo'lib diskont tomonidan olib keltirildi. Sizlar uchun faqat. Buni narxiga keladigan bo'lsak, Malikada surishtirishim bo'yicha 21 million so'm deyishyapti. Diskont sizlar uchun 18 million so'm qilib qo'yishgan. Buni kelib bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Muddatli to'lovga ham bor. Muddatli to'lovga Samsung Galaxy S26 Ultra 1,999 ming so'mdan 12 oyga, Samsung Galaxy S26 Plus esa 1,655 ming so'mdan 12 oyga tushadi. Bunaqa narxi boshqa yoqdan topa olmaysiz. Yangi bozorimizga birinchilardan bo'lib diskont tomonidan Samsung Galaxy S26 Ultra va Plus'i yetib keldi do'stlar. Bemalol kelib tashrif buyursanglar bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, yangi bozordan Chirchiksky chorrahasiga kelaverishinglarda shunda o'ng qo'lda diskont maishiy texnika va elektronika do'koni. Kelaverasizlar. Sizlarni diskontda kutib qolamiz.